Men Qulmurodova Ruxshona, Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida 2005-yil 4-sentyabrda tavallud topganman. Qarshi shahridagi 24-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabini tamomlaganman. Hozirgi kunda Turon universiteti psixologiya yo'nalishi 3-bosqich talabasiman. Islom Karimov nomli davlat stipendiyasi sohibasi bo'ldim. Ushbu yutuqqa erishishimga ustozlarimning malakali ko'maklari va bir qator ilmiy izlanishlarim sababchi bo'ldi desa mubolag'a bo'lmaydi. Bugunga qadar 15 dan ortiq maqolalarim ingliz, rus va turk tillarida xalqaro ilmiy amaliy konferensiyalarda chop etildi. Hozirgi kunda milliy turk tili sertifikatiga ega bo'ldim. Undan tashqari ilmiy tadqiqotlar va startaplar loyihasi ishtirokchisiman. Hozirgi tengdoshlarimga maslahat beradigan bo'lsam, har doim oldingizga katta maqsadlar qo'ying. Bo'lishi mumkin, yonimizda to'siqlarga uchrashimiz mumkin. Albatta bu to'siqlarga qaramasdan doim oldinga qarab olg'a intiling. So'zim oxirida shuni aytmoqchimanki, bu hayotda obro'li, yengilmas, kuchli inson bo'lishning yagona kaliti bu bilimdir. Shuning uchun yurakdan o'qi, bo'lmasa sarson bo'lasan. Ushbu kichkina jumla ostida ulkan ma'no bor. O'ylaymanki, bu ma'noli so'zlar sizga turtki bo'ladi degan umiddaman.